latifa xolos. Bittasi do'zaxga tushib qoldi-da. Bir yengilligi bor ekan, qaysi qozonda qaynashingni o'zing tanla deyishdi. Bunda borsa bittasi hali qozon qaynab yotganimiz shu ustiga og'ir tosh botirib, ustiga toshlar qo'yib qo'yilganmish. Bu yerda kimlar bor debdi. Ya debdi, bu yerda yahudiylar bor debdi. Nimaga buncha tosh bosib qo'ygansizlar boshqa? Debdi, bu yerga ehtiyot bo'lib qarash kerak deyishdi. Bittasi chiqsa bo'ldi debdi. Qolgan tortoq tushib ketadi debdi. Ikkinchisi borsa qozon qaynab yotibdi, yarim ochiq ekan. Bu yerda kimlar bor? Bu yerda ruslar debdi. Qochib ketmaydim, chiqib ketmaymiz. Sanchiqni bir-biriga tashlab yotaveradilar debdi. Uchinchisi borsa, uchinchi qozonning usti tamoman ochiq emish. Qozonda hali chuqurligi buncha baland emasmish. Bu yerda kimlar borsa, bu yerda o'zbeklar debdi. Debdi. Qochib chiqib ketmaydimi bir sakrab? Debdi. Bemalol o'tgan nazoratchimi u yerda? Nimaga desa, bittasi chiqaman desa, 10tasi oyog'idan tortadi.